bo'lgan yangilangan versiyadagi Photon VF1 avtomashinasini testoviy plashadkada haydab ko'rmoqdamiz, ya'ni test drive qilmoqdamiz. Nimaga yangilangan dedim? Oldi orqalari restyling bo'lgan, salon polностью restyling bo'lgan hamda 6 pog'onalik mexanik uzatmalar qutisi, ya'ni fan tilida shunaqa deyiladi, korobka qo'yilgan. Yo'lovchidan tashqari haydovchidan tashqari ikkita yo'lovchini o'z bag'riga sig'dira oladi bu avtomobil. Xo'jalik ishlarida, katta korxonalarda albatta sizu bizga qo'l keladigan model deb ayta olaman. Mana bu cruise kontroli. Mana hozir biz cruise kontrolni qo'shdik. Cruise kontrolda mashina harakatlanib ketmoqda hozir. Shunaqa gap do'stlar. Mashinaga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hech qanaqa shovqini, ortiqcha taraqaturuqi yo'q. Qorda ham tormozini sinab ko'rsak bo'ladi. ABS juda mo'shni, zo'r ishlayapti. Молодец, buni chiqargan odamlarga albatta. Qachongacha eski Damas'da yo boshqa mashinada yuradi bizi xalqimiz? Konditsioneri yo'q, boshqasi yo'q. Albatta bizi xalqimizga mana shunaqa texnikalar kerak. Konditsioneri bor, cruise kontroli bor, saloni yana keng, 90 gradus qilib o'tirmaysiz. Taxografi ham bor даже. Butun dunyoda yo'lga qo'yilgan bu rejim vojdeniya. Qachondir baribir O'zbekistonda ham yo'lga qo'yiladi va nazoratga olinadi shu narsa. Qisman yo'lga qo'yilgan, lekin qachondir baribir bu narsa 100% nazoratga olinadi. Avariyani kamaytirish uchun hamda o'lim holatini kamaytirish uchun. Faqat ungacha bo'lgan muddatda infrastrukturani yaxshilashimiz kerak. Ya'ni dam olayotgan voditellar qayerda dam olishini biz oldin hal qilib olishimiz kerak ungacha. Shunaqa gap do'stlar, mana Afrikadan, boshqa davlatlardan kelgan do'stlarimiz mashinani haydashyapti.